paraz qilib boqqanmi? Yer shari bo'lsa olamdagi bir tal hujayra bo'lishi mumkin. Sizce mana shu butun olam shundaqmi? O'ylab baqdingizmi? Ko'zatgili bo'ladigan olamning sirtida balkim yana biz sanab bo'lolmaydigan ko'p olam mavjud bo'lishi mumkin. Hürmetli görürmen, siz mundaq bir meseleni oylap baktınızmı bilmedim. Alem qandaq vücudga kelgan, yani qandaq şekilde halak boludu. İnsanlar fizik ilmi taraqqiyot tarixiga qarag'animizda, Arximeddan Keplergacha, Newtondan Eynshteyngacha biz necha yuz yil vaqt ichida olam bo'shliq to'g'risida hech nima bilmasdan, bugun mana insonlar kuzatish asbobi orqali Quyosh sistemasini kezalaydigan bo'ldi. Lekin insonlarning Quyosh sistemasiga bo'lgan tushunishning cho'nqurlashishiga erishib, texnik ko'p masalalar oldimizga qo'yilishga boshladi. Quyosh sistemasining sirtida zodi nima bor? Olam zodi qandaq borliqqa kelgan? Qarmoqqa bu ilm-fan bilan munosabatli masala insonlarning kelib chiqishi va kelgusiga taqashgan vaqtda, lekin yanada falsafaviy va ilohiy yuksaklikka ko'tariladi. 100 yil burungi ma'lum bir kuni Edwin Hubble ismli fan-texnik olimi bir qatorliq tasodifiy kuzatish jarayonida olamdagi yulduz sistemalarining bizdan yiroqlab ketayotganligi, bizga orliq qancha yiroq bo'lgan yulduz sistemasining yiroqlashish sur'ati shuncha tez bo'ladiganligini bayqagan. Shundan boshlab insonlar olamning o'zliksiz holda kengayish holatida turayotganligini bayqagan. Portlash nazariyasiga asoslanganda, dastlabki mazgildagi olamning zichligi cheksiz cho'ng, temperaturasi cheksiz yuqori ekan. Lekin necha qatimliq kengayishni boshdan kechirgandan keyin hozirgi olam shakllangan. Bu eng dastlabki holat kishilar tomonidan singularity deb atalgan. Bu yana biz biladigan g'ayri nuqtadan iborat. İlgari nəhayət ko'p kishi olam cho'ng portlash nazariyasidan gumonlangan va uni ming bir kechaga o'xshash rivoyat deb o'ylagan. Lekin olam mikroto'lqinliq radiatsiya spektri ularning oldiga qo'yilgan vaqtda hamma odam og'zini ochib qolgan. 2009-yil 5-oyning 14-kuni olam mikroto'lqinliq ko'rinish radiatsiyasini tekshirishni zimmasiga olgan bilonik olam charlig'uvchi sun'iy hamroyi Yevropada qo'yib berilib, bo'shliqqa ko'tarildi. U va WMAP teleskopi birlikda bir mukammal bo'lgan olam mikroto'lqinliq spektrini sizib chiqdi va olam cho'ng portlashning mavjudligini isbotlab chiqdi. Portlashdan keyingi 380 ming yilda kuchli radiatsiya olamni qopladi. 13 milliard 700 million yil mislsiz kengayishni beshini o'tkazgandan keyin bu radiatsiyalarning hammasi mikroto'lqinga aylandi. Bizning televizor ekranimizdagi qor uchqunlari shavqunining nihoyat ko'p qismini cho'ng portlashdan keyingi qoldiqlarning ta'siridan ko'rishga bo'ladi. Olam aprelda bo'lishdan burun amaliyotda vaqt va bo'shliq uqumi asla mavjud emas. Lekin ana shunchalik qisqagina vaqtdagi bir portlashda hamma narsa borliqqa keldi. Bu bir yo'qdan borliqqa kelgan jarayon, lekin buningdan burun hech narsa yo'q. Anlamakka bununla adamның işengisi kelmeydi. Lekin siz o'ylashga urinib baqqanmi? Badaningizni tashkil qiladigan har bir atom, sizning oilangiz, hamroyingiz, sizning atrofingizga daldarax, gul-giyohlar hammasi nadin kelgan. Hubble teleskopining ko'zatishiga asoslanganda, bugun ko'zatgili bo'ladigan olamning diametri allaqachon 93 milliard yo'riqlik yilga yetdi. Lekin olam yanada insonlar tasavvur qilolmaydigan sur'atga kengayotdi. Bu bizning qisqagina umrimizda yetish mumkin bo'lmagan orliq. Olimlarning tadqiqot analiziga asoslanganda bizning atrofimizdagi hamma narsa, juloliq turg'un yulduzlar, bepoyon yulduz daryosi hamda olam bo'shliqida paypatak bo'lgan yo'riqliq. Mana bu moddalarning yig'indisi olam umumiy moddasining 5%ga teng kelmaydi. Texnik ko'p modda va energiya bir sirli quyuq tuman ichiga yo'shirilgan. Mana bu ko'rgil bo'lmaydigan yo'shirin energiya olamning davomli kengayishini ilgari suradi. Lekin hozir qadar uning zodi nimaligini tushuntirishga ilm-fanmi amalsiz. Mana shu topda o'zingizning nihoyat ojizligini his qila oldingizmi yo'q? Yer shari hatto Quyosh sistemasining darvaqa shuncha kichik ekanligini bayqadingizmi? Necha milliard, hatto necha 100 milliard yilda olam insonlar tasavvur qilolmaydigan vaqt atlamasini boshdan kechirgandan keyin portlashdan to'xtaydi va tariydi. Qayta bir nuqtani hosil qiladi. Uzunlik yo'q, kenglikmi yo'q? İlgari bizning badanimizni tashkil qilgan har bir element qaytadan bir yerga yig'ilishi mumkin. Ondan yana portlashi mumkin. Bu bir maydon qaytalanishga o'xshaydi. Ani shu söygan odamlar va mahrum bo'lgan narsalar, oqtirgan terlar va to'kilgan yoshlar oxiri hammasi olamning gumron bo'lishiga erishib yana parga aylanadi. Hech kim bu atomlarning ilgari qandoq bir madaniyat barpo qilganini bilmaydi. Odamni qandoq tashkil qildi, yana qandoq hikoyalar yuz berdi, hech kim bilmaydi. Biz faqat olamning qayta portlashi mumkinligini bilamiz. Uning tarixini yangidan boshlashi mumkinligini bilamiz. Shuning bilan bizga taalluq olam oxirlashidir. So'zlab bu yerga kelganda mening qalbim butunlay tep-tinch. Chunki amaliyotni o'zgartirishga amalim yo'q. Men hayotimdagi eng muhim narsaning nimaligini tushunib yetdim. Qo'g'dashga eng arziydigan, badal to'lashga eng arziydigan narsa nima? Mening oilammi? Mening hamroyimmi? Oxirda men Jobsning ko'z yumish oldidagi so'zini naql qilib xotima qilay. Aniq tushunishinglar kerakki,
zodi nima sizning qisqagina hayotingizda eng qimmatli boylik? Ba'zilar deydi, muhabbat va hissiyot bo'lsa xiyoliy narsa. Lekin shu damda men ro'shan bildimki, men hayotimda erishgan boyliqlarni ep ketishga amalsiz. Ep ketgili bo'ladiğini faqat xotiramda cho'kmiga tushgan razilsiz ta'sirlanish va modda bilan munosabat yo'q muhabbat va hissiyot. Ani shular inson hayotidagi haqiqiy boylik.